Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada qancha o'zbekistonlik patent bilan ishlayotganligi ochiqlandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Rossiyada 9 mingdan ortiq o'zbekistonlik patent bo'yicha ishlamoqda. Bu haqda O'zbekiston Migratsiya agentligi direktor o'rinbosari Elyor Toshtemirov ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiyada 1.300.000 nafar O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, ularning 1 millionga yaqini patent bilan ishlamoqda. Samarqanddan Moskva, Qozon va Yekaterinburg shaharlariga aviareyslar soni oshirildi. Aviaqatnovlar viloyat aeroportining bahor-yoz jadvalga o'tish munosabati bilan ko'paytirildi, deb xabar berdi aeroport matbuot xizmati. Bunuku aeroportiga reyslar soni haftasiga 23 dan 34 tagacha, Sheremetyevoga 5 dan 7 tagacha, Domodedovoga 11 dan 12 tagacha, Zhukovskiy aeroportiga esa 4 dan 7 tagacha oshirildi. Shuningdek, Uralskiy avialiniya Yekaterinburgga haftasiga 4 marta, UzAirways esa Qozonga haftasiga 2 marta parvoz qiladi. Rossiyada afg'onistonlik migrantlarni jalb qilish mumkinligi muhokama qilinmoqda, biroq barcha siyosatchilar va bu tashabbusni qo'llab-quvvatlamaydi. Rossiya fraksiyasi rahbari Sergey Mironov past malakali ishchilar keladigan mamlakatlar ro'yxatini kengaytirish maqsadga muvofiq emasligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, mamlakat allaqachon yetarli migratsiya muammolariga duch kelmoqda. U Markaziy Osiyodan kelgan migrantlar hech bo'lmaganda rus tilini bilishi va Rossiya bilan tarixiy aloqalar bo'lganligini ta'kidladi. Biroq u Afg'oniston, Hindiston va Shri-Lanka kabi mamlakatlardan keladigan migrantlar boshqa dunyo ekanligini aytadi. Mironov avvalo maqsadli asosda ma'lum bir ish beruvchiga ma'lum bir ish uchun va cheklangan muddatga yollanadigan modelga o'tish zarurligi haqida fikr bildirgan. Afg'onistondan ishchilarni jalb qilish bo'yicha muzokaralar allaqachon boshlangan. 27-mart kuni Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Kabulov Rossiyada ishchi yetishmasligi sababli ikki tomon bu masala ekspertlari darajasida muhokama qilinayotganini e'lon qildi. Afg'onistonning Moskvadagi elchisi Gul Hasan ilgari ham shunga o'xshash ma'lumotlarni aytgan edi. Moskvada kuryerlar oyligi diplomli mutaxassislar daromadidan oshdi. Superjob ma'lumotlariga ko'ra, shaharda migrantlarning o'rtacha oyligi 137 ming rubl. Bu diplomli ishchilarning oyligiga qaraganda 12% ga, oliy ma'lumotsiz malakali mutaxassislarnikiga qaraganda 27% ga ko'p. Bir yil ichida kuryerlar oyligi 5% ga oshgan. 2025-yil yanvardan martgacha mavsumiy talab yuqori bo'lgani uchun yana 10% ga o'sgan. Telegram bloklansa, migrantlar qanday qilib aloqada qolishlari mumkin? Rossiya internet va xabar almashish ilovalari ustidan nazoratni kuchaytirishda davom etmoqda. WhatsApp va YouTube fevral oyining o'rtalarida butunlay bloklagan edi. Xabarlarga ko'ra, endi Telegram ham cheklovlarga duch kelishi mumkin. Agar Telegram bloklansa, Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrantlar oilalari bilan aloqa qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi aniq. Biroq muloqot qilishning boshqa variantlari ham bor. Variantlardan biri VPNdan foydalanishdir. U sizga boshqa mamlakatlardagi serverlarga ulanish va bloklashni chetlab o'tish imkonini beradi. Biroq mutaxassislarning ta'kidlashicha, barqaror xabar almashish uchun ko'pincha pullik VPN xizmatlari talab qilinadi. Bepul versiyalarning aksariyati beqaror. Ularning uzilishi va qo'ng'iroqlar, ayniqsa video qo'ng'iroqlar uchun sifatni pasaytirishi mumkin. VK ijtimoiy tarmog'i ham yana bir muqobil variant hisoblanadi. U Rossiyada bloklanmagan va VPNsiz xabar almashish, shuningdek ovozli va video qo'ng'iroqlarni amalga oshirishga imkon beradi. Ilova shuningdek musiqa, video va yangiliklar kabi qo'shimcha xizmatlarni taklif etadi. Biroq foydalanuvchilar ba'zan ulashish sifatida ta'sir qilish mumkin bo'lgan nosozlikka duch kelishadi.
Yana bir variant IMO ilovasi, u ham VPNsiz ishlaydi. U orqali yuqori sifatda qo'ng'iroqlashish va xabar jo'natish mumkin. Biroq uning foydalanuvchilari mashhur xabar almashish ilovalariga qaraganda kamroq va ba'zan o'rnatishda qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Rossiyaning Max Messenger ham VPNni talab qilmaydi va xabar almashish, qo'ng'iroqlar va fayllarni uzatish mumkin. Ro'yxatdan o'tish ilgari faqat Rossiya va Belarus raqamlari uchun mavjud bo'lgan. 5-mart kuni xizmat boshqa mamlakatlardagi raqamlarni ham qo'llab-quvvatlay boshladi. Shunday qilib, potensial cheklovlarga qaramay, foydalanuvchilar hali ham muqobil aloqa usullariga ega. Biroq agar an'anaviy xabar almashish ilovalari bloklansa, faqat qo'shimcha xizmatlar bilan ko'magida ishlashi mumkin. Rossiya va O'zbekiston davlat ishchi guruhi yig'ilishida quyidagi asosiy masalalarni muhokama qildi. Har ikki davlat qonunlari doirasida chet el fuqarolarining huquqlarini himoya qilish, Rossiyada istiqomat qiluvchi fuqarolarning mehnat qonunchiligiga rioya qilishi, migratsiya jarayonlari sharoitida ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashish chora-tadbirlari, shartnoma bazasini kengaytirish va migratsiya siyosatida ikki tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish, migratsiya jarayonlarining shaffofligini oshirish va mehnat migrantlari uchun sharoitlarni yaxshilash maqsadida axborot almashinuvi. Vladimir Putin 1-apreldan boshlab Rossiyada Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga $100,000 ekvivalentidan ortiq naqd rubl olib chiqish taqiqlandi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya kiradi. O'zbekiston esa bu tashkilotda kuzatuvchi davlat. Shuningdek, prezident farmoniga ko'ra 2026-yil 1-maydan boshlab og'irligi 100 grammdan ortiq bo'lgan oltin quymalarni Rossiyadan olib chiqish ham taqiqlanadi. Moskva viloyatining Balashixha shahrida Ichki ishlar vazirligi tomonidan antikriminal operatsiyasi o'tkazildi. Migrantlarga qarshi reydlar Железнодорожный mikrorayonida bo'lib o'tdi. Tergov natijalariga ko'ra 129 nafar chet el fuqarosi hibsga olingan. Ular Rossiyada bo'lish qoidalarini buzganlikda, shuningdek, noqonuniy ish faoliyati bilan shug'ullanishda ayblanmoqda. Ichki ishlar vazirligi bosh boshqarmasining mintaqaviy migratsiya boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan fuqarolarga nisbatan 152 ta ma'muriy ayblov qo'zg'atilgan. Ilgari shunga o'xshash jinoyatlar uchun sudlangan 17 kishi mamlakatdan deportatsiya qilinishi mumkin. Aniqlangan barcha qoidabuzarlarga 5,000 rubl miqdorida jarima solindi. Politsiya hozirda chet el fuqarolarini mehnatga jalb qilinganlarini ham aniqlamoqda. Hukumat migratsiya siyosatini qat'iylashtirish bo'yicha qonun loyihasini tayyorlamoqda. Hujjatda ruxsatsiz mitinglarda ishtirok etish, majburiy ish tashlash, ommaviy axborot vositalari erkinligini suiiste'mol qilish va politsiya xodimlariga bo'ysunmaslik hamda mayda bezorilik kabi 20 turdagi qoidabuzarliklar uchun migrantlarni sudsiz deportatsiya qilish joriy etish taklif qilingan. 24